Transport nazorati inspeksiyasida 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Uchrashuv davomida inspeksiya tomonidan joriy yilning o'tgan davrida sohada amalga oshirilgan ishlar, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ko'rilgan choralar, nazorat tadbirlarini raqamlashtirish orqali inson omilini kamaytirish, ochiqlik siyosatida erishilgan natijalar hamda keyingi vazifalar yuzasidan batafsil axborot berildi. Korrupsiyani oldini olish bo'yicha eng asosiy ikkita qanot deydigan bo'lsa, birinchisi ochiqlik va shaffoflik bo'lsa, yana bittasi raqamlashtirish hisoblanadi. Inspeksiya o'shani o'zining ustuvor vazifalaridan deb bilgan bu raqamlashtirish sohasida bizada bir nechta axborot tizimlar ishlab chiqilgan bevosita va bu yana takomillashtirilyapti. O'sha bu xavfni tahlil qilish tizimi, yo'l sifatini nazorat qilish tizimi, umuman barcha yo'nalishlarda raqamlashtirish tizimi kun sayin takomillashtirib, rivojlantirib borilyapti. Transport nazorati inspeksiyasida o'tkazilgan ushbu ochiq eshiklar kuni nafaqat hisobot berish, balki jamoatchilik bilan ochiq muloqot orqali tizimdagi shaffoflikni ko'rsatib berdi. Elektron tizimlarning joriy etilishi, nazorat mexanizmlarining takomillashuvi, xodimlar malakasining oshirilishi korrupsiyaga qarshi kurashda samarali yechim bo'la oladi.